Assalomu alaykum yurtdoshlar. Chus Master Universal Drabilka va michalkalar seximizdan qisqacha video qilishga harakat qildik. Hozir mana qo'y boqadigan, mol boqadigan akalarimiz uchun universal drabilkalarimizni qisqacha qilib obzorini qilib beramiz. Xo'p, mana eng kichigidan boshlaymiz. 2 kW 3000 оборот. Bular alyuminiy obmotka bo'ladi. 170 gacha ishlaydi. To'pimiz past degan akalarimiz uchun buni tavsiya qilamiz. 170 gacha ishlaydi. Bularda 5 xil setkasi bo'ladi. 5 xil. Hop, bunisi 4 talisi mollar uchun, 5 talisi qo'ylar uchun, valida vohalarda yan tog'maydilar beraman degan akalarimiz uchun mana 3-setkani ham qo'shib qo'ydik hashak uchun. Va bunisi bug'doy uchun, bunisi makka sota uchun, qo'ylar uchun bular. Hammasini chiroyli qilib 5 xil setka beramiz. Bular qulayliklari, hammasi setkalari tashqaridan almashadi. Bunkerlarini yechib, almashtirib o'tirish shart emas, qiynalib o'tirish shart emas. O'sha uchun hammasi tashqaridan bemalol almashtirsa bo'laveradi. Qulayliklari o'sha. Bular 2 kW 3000 оборот, 170 gacha ishlaydi. Kimgadir 3 kWlik kerak bo'lsa, 3 kWlik motorlarimiz ham bor. 3 kWligimiz 2 600 so'm dastavkasi bilan alyuminiy motorimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Va 4 kWlik motorligimiz 2 800 so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Mahsulotlarimizga 2 oy kafolat beramiz. 2 oy ichida motorlarimiz qizib qolsa, kuysa, yangisiga almashtirib beramiz. Hop, uyalida, Telegramda, TikTokda, Instagramda, YouTube'da ham, WhatsApp'da ham Chus Master deb qidirsaling kanallarimiz bor. Bemalol kirib ko'rib, tanlab nomerlarimiz bo'ladi, telefon qilsaling O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Hop, mana don chiqarganlari hozir chiqardik. Hozir bozorchi bola kanalida video chiqardik. Xudo xolasa, seshanba kunga chiqishadi. Bemalol ko'rsalaring bo'ladi to'liq videoni. Hozir mana chiqardik. Bug'doy va bug'doy bilan makkani aralashtirib chiqardik. 1,8 mm setkada mana bemalol molga sepib bersa bo'laveradi. Va mana 5 li setkamiz bor. Bular qo'ylar uchun mana 5 li setkada, bular qo'ylar uchun atala qilib beraman degan akalarimiz uchun mana yirik setkamiz ham bor. Bemalol maydalab o'sadigan bo'laveradi. Hozir mana bir boshi ishlatib beramiz. Kimga qanaqasi 2 kWmi, 3 kWmi, 4 kWmi kimgadir yoqsa, bemalol tanlab telefon qilib yetkazib beramiz. Mana drabilkamizni materiallari mana shunaqa qilinmagan holati, bunisi ta'sir qilingan holati. Yangilikdan bo'ladi. Hamma yo'q yangilik. G'ildiraklari bo'ladi, qulayliklari mana yerdan bemalol bir kishi sudrab yursa bo'laveradi. Hammasida bor g'ildiraklari. Bunisi ham o'zi to'xtalamiz. Bu ham yonbosh holat ishlaydi, ham kichik holat ishlaydi. Bir boshi chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Mana 2 kW 3000 оборотligimizda eng kichik drabilkamizda 2 400 so'mligini ishlatib berib sizlarga ko'rsatamiz. Bu 4 talik mollar uchun qo'yilgan eng yirik setkamizda chiqarilgan mana. Maydalab yorib tashlagan. Bunisi mana yeriang'oq, ustidagi mosh mana. Chiroyli qilib. Hozir endi mayin setkalarda bularni ishlatib beraveramiz. 4 kWlik universal drabilka, vakuumlik drabilka, bizda hammasi vakuumlik. Buni qulayliklari tepaga chang chiqarmaydi, umuman chang chiqarmaydi. Mana pichoqlarni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Hammasi 28 talik pichoq bo'ladi. 28 talik. Buni hozir bunga zakazga og'ir 1 cm qalinlikdan qilingan. Kilosi 11,5 kilo. Hozir buni ham ishlatib chiroyli qilib beramiz. Buni narxi 2 800 so'mga O'zbekistonning xohlagan joyiga dastavka qilib beramiz.
Bular alyumin admotka bo'ladi, 4 kilovat alyumin admotka bo'ladi. Bular ham 170 tokkacha ishlaydi, past tokkacha. Cho'qimiz og'irligini hisobiga hali beri to'xtamaydi. Chunki kilosi zo'r hozircha. Mana. Mana bu bachkimiz yorib maydalab tashagan. Buni somon. Mana tagida katta poyamiz ham bor, yarang'og'imiz ham bor, moshimiz ham bor. Hammasi mana aralashib ketdi. Mana mazza qilib buni bersangiz, molingizdan umuman mushkul chiqarmaydi, xotirjam yeveradi. Pulingiz yoningizga qoladi. Mana pichoqlarimiz bular. 3 xil pichoqlarimiz bor, razmerda pichoqlarimiz bor. Hammasi Chusmaster hozir pichoqlari hammasi 28 tlik bo'ladi. Bunisi turli listdan qilingan, yangi listdan qilingan, hammasi lazerda kestirilgan. Pichoqlari germanskiy. Bizda arzon pichoq qo'yilmaydi, hammasi germanskiy qo'yiladi. 28 tlik pichoq bilan xohlaganga bu holatda pichoqlarimiz. Bular ham 28 tlik. Kimgadir mana maxavik o'rniga mana qalin listdan o'zimiz katta diametrda qilib kestirib lazerda tayyorlayapmiz. Bular ham 28 tlik pichoq bo'ladi. Kimgadir maxavik anisida hisobida kimgadir bundanmi kimgadir kerak bo'lsa, qaysi pichoq o'zgarmaydi narxi. Motorda o'sha 2 kilovatlikka buni qo'yib bersak ham, pichoqlarni qo'yib bersak ham narximiz o'shaning uchun o'zgarmaydi. Ko'proq buni tavsiya qilamiz, 4 kilovatlik motorga tavsiya qilamiz. Chunki vesi og'irligini hisobiga 11,5 kg og'irligini hisobiga buni o'sha 4 kilovatlik motorga tavsiya qilamiz. 3 kilovatliklarga bularni tavsiya qilamiz, lekin hammasini vazifasi bir xil. Xudo xolasa mana kimgadir kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqa chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Mahsulotimizga 2 oy kafolat beramiz. 2 oy ichida motorlarimiz qizib qolsa, kuysa, nimadir kam kuysa bo'lsa, 2 oy ichida qilib beriladi. Garantiya qog'ozlari bilan bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qolasiz. Kanalimiz yangi, xudo xolasa o'z hissalaring qo'shilaring xursand bo'lamiz. Manzilimiz Chust shahrida, katta yo'l bo'yida, Namangandan kelishda. O'sha o'ng qo'lda kimgadir kerak bo'lsa, bemalol kelsalaring, dastavkalarini o'tib beramiz. Yo, olib beringlar desaring, o'sha aytilgan narxida 2 kilovat 2 million 400 ming so'm, 3 kilovat 2 million 600 ming so'm, 4 kilovat ise 2 million 800 ming so'm, hammasi alyumin admotka dastavkasi bilan. Va mis admotkalik kerak bo'lsa 3 kilovatlik 2 million 800, 4 kilovatlik 3 million so'mga O'zbekistonning xohlagan joyiga dastavka beramiz.